Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Xudo xolasa tunukalarni ham yopdik. Bu obyektimizda rama qismi tiklanganda video obzor qildik. Mana Xudo xolasa bugun tunukalarni ham yopib, chiroyli qilib uyda egasiga topshirdik inshaalloh. Bu firmamiz 11 metrga uzunasi 20 metrli naves. Ikkinchi etajga qilingan naves. Xudo xolasa stoykalari 15 profildan qilingan. Saroblari ham shu profildan qilingan. Xudo xolasa mana ishlarimizni uyda egasiga topshirib yig'ishtirishlari yo'liga keldi. Konteyner materialidan tepa qismi frontollarni ham chiroyli qilib urib berganmiz. Ko'rib turganlaringizdek, kimga mana shunaqa ish kerak bo'ladigan bo'lsa, video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xudo xolasa bundan tashqari katta kichik ob'yemlar bo'ladimi, kottejlar orasida farqi yo'q. Xudo xolasa temirdan qanday ish bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Hisoblab berish Xudo xolasa bepul telefon qilaverasizlar. O'zbekistonning 10 ta viloyati, Qirg'iziston, Tojikistonlarga o'tiladi. Xudo xolasa kelishib chiroyli qilib arzon narxlarda qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Tag qismida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hisob-kitob qilib inshaalloh chiroyli qilib ishlarimizni topshiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.